Qaysi case ko'proq yoqadi? Klassik case yoki premium case? Tekin yuz ishlamoqchi bo'lsangiz, profilimda shu havola ustiga bosing va bu Xolda botiga olib kirib ketadi. Bu botga har bir qo'shgan odamingiz uchun 5+ orbit beradi. O'z havolangizni jo'natishingiz kerak yoki shu o'yinlarni o'ynab orbitni ko'paytirishingiz mumkin. Bu yerdan UC sotib olasiz yoki obmeni orbiga kirsangiz, bu yerda to'plagan orbitlaringizga UC almashtirishingiz mumkin bo'ladi.